Hammalaringizga assalomu alaykum. Bugungi lokatsiyamiz bo'lyapti. Sardiyani yangi yo'lda joylashgan bo'lyapti. Juda ham chiroyli ana shunaqa taqdirsimizlar. Chiqardik azizlar. 4-6 sotuvga qurilgan 8 ta общий xonasi bor, 3 ta oshxonasi, 5 ta sanuzel bor. Kattagina darvozaxona bor. Oq qilingan. Ikki tomonga landshaftli zona bo'lyapti. O'xshib uyimiz bilan penthouse bilan 4 etajlik bo'lyapti azizlar. Kirishni boshlaymiz. Kattagina adabiyot qoldirmayapmiz. Sigachi zona bo'lgan, yakki zona, jurnalniy stol, Wi-Fi simlari, kamera simlari hammasini shunga qo'ygan. Birinchi xonamizdan boshlaymiz. Birinchi xonamizni ko'rishlaymiz. Oshxona bo'lyapti. Mebelli garniturnni ko'rasiz, bu tomongacha juda ham katta. Hamma texnikalar bor. Stolovoy zona, panoramali derazalari ham qo'yganlar, pardalari bor azizlar. Ko'rib turgan bo'laysiz, mana bu polniy to'qlipol, mana bu to'qlipol kollektorlar bo'lyapti. Bu xonamizni ko'rishlaymiz. Adabiyot stol ustunchalar qo'yilgan, dekorativ qilinganlar, televizorchani bitta o'rnatasiz. Bemalol kelib o'tirasiz. Xonamiz hammasi dizaynda bo'lyapti azizlar. Bu xonamizni ko'rishingiz mumkin. Kattalar sifatida chiroyli luksli amskalardan tepalar fonsi garderobga zona, termo zona. Bu tomonda ham derazasi bor. Plus bu yerda отдельный o'zining sanuzeli ham bor. Dushovoy zona, unitazli zona, hamma sharoitlari bor. Bu xonamiz bo'lyapti ko'rishingiz mumkin. Umuman yana bitta katta sanuzel bo'lyapti azizlar. Juda ham chiroyli bo'lyapti. Hozir hovlimizni orqa qismini sizlarga ko'rsataman azizlar. Orqa qismini ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli, kattagina bo'lyapti. Mana bu yerda полностью mangalniy zona qilgan, juda ham chiroyli. Bu tomon hovli kattagina bo'lyapti. Nimaga hovliga orqasiga joy qo'yganlar? Chunki bo'lish uchun ikkinchi etajga o'tamiz. Qo'ylarni chiroyli yog'ochlardan tayyorlaganlar akamiz. Bu xonamizdan boshlaymiz. Bu xonamizdan bo'lyapti. Yaqinlar spalnisi bilan neoklassikka zaydda juda ham chiroyli qilingan. Ruslarning arxivkasini ko'rasiz, juda ham chiroyli. Derazasi полностью panoramali pardalar qilingan bo'lsa, bu yerda ham ko'ramiz, bu yer bo'lyapti. Yana bitta sanuzel bo'lyapti do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli. Bu yer garderobni zona qilganlar akamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Garderobni shkafini ko'rasiz. Ikkinchi etajda ham точно shunaqa отдельный o'zining kattagina holi bor, miyaki zona qilingan do'stlar. Bu yer ham полностью теплый pol bo'lyapti. Bu yerni ko'rishingiz mumkin, детский spalni bo'lyapti. Bolalarıngiz bemalol narxli dam olish uchun ikkita divancha qo'ygan, garderobni zona bor. Lyustrasiz derazasi полностью panoramali bo'lyapti do'stlar. Bu xonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham bo'lyapti отдельный o'zining sanuzel bo'lyapti, juda ham kattagina. Yana bitta отдельный детский spalni bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Garderobni zonasi bor, bu spalnichalar qo'yilgan. Hozir darslarga ham stol bor. Bu tomonga do'stlar, qani 3-etajga penthouse'ga ketdik. 3-etaj bo'lyapti, penthouse'imiz bo'lyapti. Bu yerga отдельный sizga joylashtirilgan yaxshi zona, stolli zona ham qilinganlar. Bu tomonda oshxona qismi bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hamma texnikalar bor. Akamiz bonusiga mana bu yerga stirani ham qo'yib beraman dedilar. Bu yerdan kollektorni ko'rasiz, polностью теплый pol bo'lyapti. Yozda issiqda ana shu yerga mana bu yerga joylashtirilgan bo'ladi. Bu atmosferaga yor birodarlar, yaqin do'stlar olib kelib mana shu yerga mehmon qilsangiz ham bo'ladi aziz do'stlar. Hovlimizni yana ta'kidlab o'tamiz. Sardiyani yangi yo'lda joylashgan 4-6 sotuvga qurilgan bo'lyapti. Narxini $490,000 deyaptilar. Yana savdosi bor. Bizda podval qismini video davomida ko'rishlaringiz mumkin. 3 qismga bo'linadi aziz do'stlar. Birinchi qismi холодный xona bo'lyapti, ikkinchi xonasi kotelni bo'lyapti. Uchinchisini sportzal qilganlar akamiz. Xohlasangiz o'zingiz uchun kinoteatr qilsangiz ham bo'ladi aziz do'stlar. Kadastr dokumentlari bor. Pastda nomer telefonlar bor. Bemalol aloqaga chiqing. Assalomu alaykum.